Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda diniy yo'nalishda kanalimiz sotuvga keldi. Xo'p, ertalabki duolar, suralar haqidagi kanal ekan. Xo'p, eng ko'p ko'rilgan videolari 368 ming, 250 ming, xullas prosmotrlar yaxshi. Odam soniga e'tibor beradigan bo'lsak, odam soni hozir ko'ramiz. Odam soni 8200 tani tashkil etar ekan. Kanalda hech qanaqa strayk, jalba, palba hech nima yo'q. Mana ko'rib turibsiz, 8000 ta odam va yaxshi statistika. Mana videolar ham juda yaxshi ko'rilyapti, diniy sohadagi kanal. Endi bu kanal yaxshi yurib turuvdi, nima uchun sotyapti degan savol hammada bo'ladi. Sotishga maqsad, men pul ishlashga ariza tashlab beruvdim. Kanallari pul ishlash tizimiga ulanmay qoldi. Nimaga desanglar, chunki rasmlar masalan o'zlaridan bo'lgani bilan, lekin maytdagi audiolar, Qur'on o'qiganlar bo'lishi mumkinchida o'zlaridan emas. Shuning uchun audiolar birovniki bo'lsa pul ishlashga ulab bo'lmaydi. Shuning hisobiga kanalimiz pul ishlashga ulanmadi, shunga bir sotib oling deb aloqaga chiqibdilar. Xo'p, 84 ta videomiz bor. Masalan, diniy yo'nalish ishlaydiganlar bo'lsa, masalan, olib bir o'zingizlar domlalar bilan kelishib bir original videolar qilsanglar bo'ladi. Yaxshi yurib turgan kanal. Xo'p, ichida AdSense ham bor do'stlar. Yangi AdSense ochib berganman. Kanal ichida. Masalan, hozir AdSense ham normalniy summa turadi. Bu kanalimiz ichida AdSense bor mana. AdSensedan bemalol foydalanib ishlasanglar bo'ladi. Masalan, kelajakda shu kanalni o'ziga ishlatishni tavsiya qilaman, lekin boshqa kanalga uramasdan shuni o'ziga ishlatib, maza ishlasanglar bo'ladi. AdSense'imiz bor, faqat endi videolar original bo'lmagani uchun do'stlar, kanalimiz pul ishlash tizimiga ulanmay qoldi. Xo'p, kanalimizda nechta odam bor edi? 8000 ta odamimiz bor. 1000 ta odamni 100 ming so'm desam 8000 so'm bo'lyapti. Xo'p, shuni 8000 emas, 750 ming deylik, ya'ni kelishamiz. Konkret oladigan odam bo'lsa do'stlar, ichida AdSense bor. AdSense ham ochish to'g'risi 250 ming turadi. Tayyor AdSense bilan beryapmiz. Xo'p, kanalimiz narxi 750 ming so'm. Konkret oladigan odam bo'lsa, Telegramdan kelishamiz do'stlar. Salomat bo'ling.